nimaga desizlar? Mana shu yerda turgan barcha shirinliklarimizni ayrimlarini men o'tgan videolarimda sizlarga yeb ta'mini aytgan edim. Bu videomizda esa bulardan ayrimlarini sizlarga yeb ta'mini ham aytaman. Xo'sh, bu yerda ikkita yangi narsa qo'shilgan. Bu nima deysizlar? Bu mana shunaqa sumkachaga o'xshagan, bittasi malikachalik, bittasi esa dinozavrchalik. Mana shunaqa ichidan sovg'a chiqadigan sumkachalar. Tadam, sumkachaga ham o'xshab ketadi. Tadam. Buni tepasini mana shunaqa og'zi ochilib yopiladi. Ochilganda mana shunaqa koronachani rasmi bo'ladi. Yopilganda ikkita koronacha mana shunaqa qilib turadi. Bunisiga esa dinozavrni yaxshi ko'radigan bolalar uchun tadam. Tepasida mana shunaqa ochilib yopiladigan joyi bor. Bunisiga esa dinozavrning boshini rasmi bor. Buni ochganda dinozavrning boshini yarmi bo'ladi. Agar yopganda mana shunaqa butun dinozavrning boshini rasmi bo'ladi. Tadam. Ularni albatta videomizning oxirida sizlarga ochib ko'rsataman. Ikkita nima chiqishi o'zim juda ham qiziqib ketyapman. Qanchadan nima chiqarkan? Tadam. Mana shunaqa ikkita, bittasi malikachalik, bittasi esa dinozavrchalik. Tadam. Buning ichiga menimcha bir galam narsalar bor. Chiqishdi. Buni videoning oxirida ochib sizlarga ichida nima borligini aytaman. O'zim juda ham qiziqib ketyapman. Ichida nima borligiga siz ham qiziqyapsizmi? Agar qiziqayotgan bo'lsangiz, like, podpiska bosib qo'ying. Bu mana shunaqa ikkita, bittasi malikachalik, bittasi dinozavrchalik sumkachaga o'xshagan, ichidan podarka chiqadigan sumkachalar. Tadam. Keyingisi mana shunaqa bir galam Sprite, Cola, Fantalik bankachalar bor. Buni bir galaligiga qaranglar. Tadam. Men buni o'tgan videolarimda yeb sizlarga hammasini ta'minlatgandim. O'tgan videolarimni tomosha qilsangiz, mana shularni uchalasidan yeb sizlarga ta'minlatgan edim. Tadam. Agar men o'tgan videomni tomosha qilmagan bo'lsangiz, men kanalimga o'ting va o'shadan bularni yeb sizlarga ta'minlatganimni tomosha qiling. Tadam. Va keyingisi mana shunaqa har xil davlatlarning bayrog'i bor. Tadam, shirinlikchalar. Men o'tgan videolarimdan ayrimni yeb sizlarga ta'minlatgan edim. Bu videolarimda ham sizlarga buni yeb ta'minlataman. Buni ko'pligini qaranglar. Tadam. Bir gala. Buni videomizning oxirida sizlarga yeb boshqalarini ta'min ham etaman. Bu yerda har xil davlatlarning bayrog'i ham bor. Tadam. Mana shunaqa bir galam. Tepasida mana shunaqa qo'shiqchalar ham bor. Va keyingisi mana shunaqa jelechalar. Tadam. Har xil mevalik. Mamnunsa uzun, qulupnika, xo'sh, tarvuz va keyin bu yerda mandarin. Tadam. 3D tangchuli degan bu jelechalar. Tadam. Bu yerda halol deb ham yozilgan. Buni yesa bo'ladi. Tepasida mana shunaqa mushukchalar rasmi ham bor. Jumi. Keyin bu yerda bizda mana shuncha bir galam kangoli, zvachkalar. Tadam. Har xil mevaligi. Kango bormi? Kango bormi? degan reklamani ko'rganmisiz siz ham? Tadam. Mana shunaqa bir galam menga har xil mevali kangolar bor. Tadam. Men o'tgan videomda sizlarga yeb ta'minlatgan edim. Tadam. Siz buni reklamasini ko'rganmisiz? Tadam. Kango bormi? Kango bormi? degan reklamasi ham chiqqan edi. Tadam. Mana shuni reklamasini ko'rgandim. Agar siz ko'rgan bo'lsangiz, like bosib qo'ying.
mana shunaqa kongolik zvochka bor va keyin mana shunaqa korobkachaga Smoy Popping degan, bilmam buning ichiga nima bor. Buni videomizni oxirida sizlarga yeb ta'minlayman. O'zim juda ham qiziqib ketyapman. Ichida nima borligiga. Tadam. Va keyin mana shunaqa har xil pommadachalar bor. Buni bir galaligiga qaranglar. Tadam. Bu videomizda mana shu uchalasidan bittasini yeb sizlarga ta'minlayman. Tadam. Har xil rangda, pushti, ko'k va sariq. Tadam. Mana shunaqa burgalar. Buni ta'miga juda ham qiziqib ketyapman. Siz ham qiziqyapsizmi? Tadam. Bo'lmasa menga obuna bo'lib qo'ying. Bu videomizda buni ta'mini aytaman. Yeb albatta. Va keyingisi mana shunaqa yezlik chupa-chupslar. Burgalar. Buning ichida nashta chupa-chups borligisi men qiziqib ketyapman. Siz ham qiziqyapsizmi? Buni qaranglar. Har xil mevali chupa-chupslar bor. Siz qanaqa mevali chupa-chupslarni yaxshi ko'rasiz? Va keyin shirinliklarni ham yaxshi ko'rasizmi? Men juda ham yaxshi ko'raman. Shirinlikni yaxshi ko'rmaydigan bolalar o'zi bo'lmasa kerak-a? Men bu chupa-chupslardan ayniqsa tarvuzligini yaxshi ko'raman. Siz qanaqa mevaligini yaxshi ko'rasiz? Tadam. Bu zizilik chupa-chups. Bu zizilik zvochkalar ham bor. Tadam. Burgalar. Bu yerda har xil mevalarni rasmi ham qo'yilgan. Siz qaysi mevani yaxshi ko'rasiz? Buni albatta kommentga keting. Tadam. Va keyin eng oxirgisi mana shunaqa qorboqar sopasi. Tadam. Bu yerda har xil shirinliklar bor. Sopcha va keyin mana shunaqa shokoladli vafli mantiqiga qo'shilgan va keyin yana shokolad, bu yoqda yana shokoladli vafli. Menimcha buni o'rtasida bilmayman nimadir bor. Mana shunaqa 3-7. Bu menimcha mana shunaqa kukuruz. Tadam. Masalasi. Bo'lmasam bularni sizga aytib o'tdim va keyin mana shu yerda turgan barcha jelechalar bor. Buni qaranglar, har xil rangda. Yashil, sariq va keyingisi mana shunaqa qizil, svetofor ranglariga o'xshab ketadi. Buni qaranglar. Siz jelechalarni yaxshi ko'rasizmi? Men juda ham yaxshi ko'raman. Tadam. Keyin siz qanaqa jelechalarni yegansiz? Buni kommentga yozib keting. Tadam. Mana shunaqa. Buni videomizni oxirida sizlarga bittasini ta'mini aytaman. Bo'lmasa, bularni sizlarga ko'rsatib o'tdim. Endi buni sizlarga yeb ta'mini aytaman. Kelinglar, birinchi bo'lib mana shu turgan, ichidan sog'a chiqadigan so'mkachalarimizni ochib ko'ramiz. Tadam. Bulardan qaysi birini ochamiz? Siz mana o'rnimda bo'lganingizda qaysi birini ochgan bo'lardingiz? Buni albatta kommentga yozib keting. Men ko'proq mana shunaqa malikachalik qizchalarga qiziqib ketyapman. Ichida nima borligiga. Tadam. Happy Family deb tepasida yozilgan. Bu yerda ikkita qizchani rasmi ham qo'yilgan malikachalarni. Tadam. Bu oldidan ko'rinishi, bu yondan ko'rinishi, bunisi esa bu yondan ko'rinishi. Ikkita yondan ko'rinishini sizlarga ko'rsatib o'tdim. Bu esa orqa tarafdan ko'rinishi. Orqa va olak tarafi bir xil. Bu mana bunisini albatta multigi bor edi. Buni ismi ham bor edi. Menimcha bu Barbie. Siz Barbie multigini ko'rganmisiz? Men ko'rganman. Bo'lmasa, bu ichidan sog'a chiqadigan so'mkachamizni ochib olamiz. Mana shunday tepasidan ochamiz. O'zi mana shunaqa ochiladigan joyi bor.
Ularni ozgina bir chetga suzib turamiz. Chunki bizga ham vaqt beryapti. Bum! Ichidan mana shunaqa narsalar chiqdi. Apple, Sildeb, mana shunaqa. Menimcha bu siqchaga o'xshagan mana shunaqa o'yinchoqcha chiqdi. Dadam. Bu qizchalarnikidan mana shunaqa siqchaga o'xshagan o'yinchoqcha chiqdi. Dadam. Buni menimcha yutsa ham bo'lar ekan-a. Afsuski og'iz ochilmar ekan. Mana shunaqa olmalik sukchalar. Dadam. Va keyin bu yerda mana shunaqa maydalikda sharcha chiqdi. Bittasi sariq rangda, bittasi esa olov rangda chiqdi. Dadam. Buni hozir bittasini sizlarga shishirib ko'rsataman. Mana shunaqa sariq rangdagisini sizlarga shishirdim. Mana shunaqa mayda sharcha hosil bo'ldi. Buni kelinglar. Og'zini baylab olamiz. Siz sharlarni yaxshi ko'rasizmi? Mana bu yog'ini baylab oldik. Bu endi hech qayerga ichidagi havosi uchib ketmaydi. Dadam. Mana shunaqa maydacha sharcha. Va bunisi ham xuddi shunga o'xshab shishadi. Maydacha bo'lib. Kelinglar bunisini ham shishirib ko'ramiz. Dadam. Buni mana shunaqa. Mana shunaqa mandaringa o'xshab ketar ekan. Rangi ham mana shunaqa ko'rinishi ham. Buni baylab o'tirmaymiz. Kelinglar buni ichidagi havosini qo'yib yuboramiz. Mana mana shunaqa ichidagi havosini qo'yib yuborsam, mana shunaqa maydagina sharcha hosil bo'lar ekan. Keyin mana shunaqa ulardan ozgina kattaroq farq qiladi ekan. Qop-qora shar. Dadam. Kelinglar buni ham shishirib ko'ramiz. Mana shunaqa qop-qora sharbini ozgina kattaroq qilib pishirsa ham bo'ladi. Mana shunaqa normalroq qilib pishirdim. Dadam. Buni ichidagi havosini qo'yib beraversa, mana shunaqa o'rtacha sharb hosil bo'lar ekan. Bu bilan buni ancha farqi bor-a? Siz ko'proq qaysi birini yoqtirib qoldingiz? Maydachasimi yoki katta shardimi? Men ko'proq maydachasiga juda ham qiziqib qoldim. Mana bunaqa turishgali ayniqsa. Va keyin ikkita mana shunaqa rezinchalar chiqdi. Bittasi mana shunaqa bulut rangiga o'xshab ketadi, bulutcha. Yashil bulutcha mana shunaqa. Ichida zarchalar ham bor. Dadam. Bunisi esa yurakcha mana shunaqa rozvi rangda, ammo bunaqa rezinchasi esa yashil, bunisiniki esa sariq. Dadam. Balki mana shunaqa chisir popping deydigan. Dadam. Buni hozir ochib, yeb sizlarga tomini aytaman. O'zim juda qiziqib ketyapman. Qani ichida nima bor ekan? Ochib oldik. Endi buni tilimizni ustiga tashlaymiz. Tamam, juda ham shirin ekan. Buni ovozini eshitdinglarmi? Chisir qilganini. Dadam. Mana shunaqa. Ismi menga o'xshab ketgan Poppingkinday. Dadam. Mana shunaqa chisir qiladigan shirinlikcha. Og'zini ichiga tashlasangiz bom qilar ekan. Mana shunaqa
va keyingisini ochamiz. Bu mana shunaqa malikachalik sumkachamizning ichidan chiqqan narsachalari. Tadam. Buning ichidan mana shunaqa unchuqchasi chiqdi va keyin 3 xil mana shunaqa shar chiqdi va keyin mana shunaqa ikkita rezinchalar chiqdi. Tadam. Endi men musiga ham qiziqib ketganman. Bu dinozavrni yaxshi ko'radigan bolalar uchun. Buni tepasida mana shunaqa dinozavrni rasmi ham bor. Siz dinozavrni yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'rsangiz menga obuna bo'lib qo'ying. Tadam. Buni mana shu tepasidan ochib olamiz. Bu sharchamizni bir chetga qo'yaylik. Tadam. 1, 2, 3. Bu. Wow! Buning ichidan yana mana shunaqa chisir qiladigan shirinlikchasi chiqdi. Va keyin mana shunaqa aylanib kartochkaga o'xshagan. Bu bilmadim nima. Buni bilsangiz kommentga yozib keting. Mana bu tepasida robotchan ham rasmi bor ekan. Tadam. Juda ham mustahkam ekan. Mana shu orqasida mana shunaqa rasmchalari ham bor ekan. Tadam. Va keyin mana shunaqa urushga qatnashayotgan bitta odamcha ham chiqdi. Eski davrlarda urushda qatnashayotgan kiyimlari bilan. Tadam. Qo'lida qalqoni, mana shunaqa sharflari ham bor ekan. Tadam. Menimcha bu qo'lida ikkita bomba bo'lsa kerak. Chunki bu urushdan qatnashib kelyapti-ku. Tadam. Agar Jisminon kanaliga obuna bo'lmasang, senga mana shu bombani otib beraman. O'sha uchun tezroq Jisminon kanaliga obuna bo'l. Mana shunaqa o'yinchoqchasi chiqdi. Va keyin bilmadim bu nima. Mana shunaqa narsachasi chiqqan, har xil sonlar bor. Qarang. Nima ekan bu? Mana shunaqa ichida menimcha bitta o'yinchoqchasi bor ekan ichida. Oq va qora mana shunaqa. Bu yerda esa har xil sonlar bor ekan. 10, 70, 50, 90, 30. Mana shunaqa bu yoqda ham mana shunaqa sonlar bor ekan. Bu nima ekan? Agar siz bilsangiz buni kommentga yozing. Men buni bilmadim nimaligini. Va keyin mana shunaqa brilokchi chiqdi, yashil rangda. Buni multigi ham bor. Siz multigini ko'rganmisiz? Buni multigini oti Neja. Mana shunaqa yashil rangda chiqdi. Buni har xil ranglari ham bor, lekin menda mana shunaqa yashil rangda chiqdi. Tepasida mana bunaqa osib yursangiz ham bo'ladi sumkalaringizga. Va keyin yana mana shunaqa shirinlikcha chiqdi. Kelinglar bo'lsin ham ta'mini sizlarga yeb aytaman. Ichida mana shunaqa tadam. Va endi buni ham tilimizni ustiga tashlaymiz. Bundan uzunni ta'mi kelarkan. Bunisidan esa tavruzning ta'mi keldi. Tadam. 2 xil mana shunaqa chisir qiladigan shirinlikchalar chiqdi. Bu mana shunaqa dinozavrning ichidan mana shunaqa o'yinchoqchalari chiqdi. Bittasi mana shunaqa odamcha urushga qatnashgan va bittasi mana shunaqa multik qahramoni, brilokka o'xshagan va keyin mana shunaqa kartochka chiqdi. Ustida roboti bor, robotning rasmi bor va keyin mana shunaqa o'yinchoqchasi chiqdi. Agar buni bilsangiz kommentga yozib keting ismini. Va keyin mana shunaqa bunisidan ham mana shunaqa chisir qiladiganlar chiqdi. Tadam. Chisir qiladigan jilecha chiqdi. Bularni hozir o'zini qutichasiga solib olamiz va bu yerda turgan yana barcha narsalarni sizlarga yeb aytaman. Bu ikkalasini ochib sizlarga aytdim. Kelinglar. Og'zini yopib qo'yamiz. Tadam. Endi bunisini Tadam. Ikkalasini ham og'zini yopib qo'ydik.
leksiyalarimizda mana shu yerda turgan qaysi bir shirin leksiyalarni yeb sizlarga ta'min etay? Buni albatta kommentga yozib keting. Bu shirin leksiyalarni hozir sizlarga yeb ta'min aytdim. Videolarimizda qaysi birini yeb sizlarga ta'min etay? Buni albatta kommentga yozib keting. Va keyin mana shunaqa ikkita sumkachani ham sizlarga ochib ko'rsatdim. Endi bo'lmasam hammaga xayr!